Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, tutimiz ishqibozlari, biznes boshlayman degan aka-ukalarimizga. Xudo xolasa gazoblok, stanok bizneslarimiz. Bu yerda mana avtomatli reskalarimiz. Hop. Sinovdan o'tish jarayonlari bo'lyapti, xudo xolasa. Endi o'ta yangilik desak xato bo'ladi bu narsani. So'nggi modellardan chiqarilayotgan avtomat reskalarimizdan bu. Ya'niki nima demoqchimiz? So'nggi modellardan deganda bu ikki tomonga tortadigan arra hisoblanadi. Bu avtomat reskalarimiz turbaliga nisbatan turba bir tomonga tortib beriladigan bo'lsa, bunda ikki tomonga tortib beriladigan bo'ladi, xudo xolasa. Ovozlari ham shu holatda mana hozir dog'lanmagan, prosta sinovga ishlatib ko'rayotgan jarayonimiz. Troslarimiz tortilgan 20 ga moslab turib ishlash jarayonlari xudo xolasa. Tekis ishlashlari ham, diagonallari hamma yo'q, razmer berishlari hamma yo'q, xudo xolasa chiroyli chiqadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, turbalik, ya'niki bir vallik avtomat reskami yo 2 vallik, 4 vallik avtomat reskami qanaqasini so'ragan insonlar xudo xolasa olib borib ustanovka qilib ishlatib beramiz. Bu reskamiz hozir Samarqand shahar Ishtixon tumaniga tayyorlangan, xudo xolasa yaqin o'rtada. Bosh videolarimizni kuzatib borsanglar, xudo xolasa olib borib ustanovka qilib ishlatgan jarayonlarimizni ham sizlarga taqdim etamiz nasib bo'lsa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa ko'rganda ko'rishguncha hamma bilan. Og'zaki aytib o'tadigan bo'lsak, 91 kodi bilan 761 64 64 telefon raqamlari, 93 kodi bilan 750 63 63 telefon raqamlarimizga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa reskalarimizni sifatli qilib olib borib ustanovka qilib o'rnatib beramiz. Polniy avtomat degan liniya, polniy liniya, avtomat liniya deganlarga, pol avtomat liniya deganlarga, rushnoy variant, 6 tali qolipli variant deganlarga xudo xolasa olib borib ustanovka qilib o'rnatib beramiz.